Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, siz Minbar tok shousini tomosha qilishni boshladingiz. Qishloq xo'jaligi yurtimizning yetakchi iqtisodiy tarmoqlaridan biri hisoblanadi va albatta uning rivoji aholi turmush darajasining oshishi, shu bilan birgalikda mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi va eksport salohiyati uchun ham muhim hisoblanadi. Bugun biz Minbar tok shousida aynan mana shu mavzuga yuzlanamiz hamda qishloq xo'jaligidagi yangi tashabbuslar, ularning natijalari, kelajakdagi imkoniyatlari haqida so'z yuritamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Albatta biz studiyamizga bugun soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Dastlabki savolimiz esa shunday bo'ladiki, qishloq xo'jaligidagi yangi tashabbuslar, ayniqsa texnologiya va yangi innovatsiyalardan foydalanish so'nggi yillarda qay darajada demak takomillashdi, qay darajaga chiqdi? Haqiqatda juda to'g'ri aytdingiz. Keyingi paytlarda bizning respublikamizda ham, dunyo bo'yicha ham qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab yildan yilga oshib boryapti. Bu talabni qondirish uchun albatta eng so'nggi ilmiy natijalar, innovatsiyalar yoki bo'lmasa boshqa bir tub yangiliklar bilangina qishloq xo'jaligini ko'tarish mumkin yoki oziq-ovqat mahsulotlari bilan yetarlicha ta'minlash mumkin. Endi bizning respublikamizda mana shu keyingi yillarda hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan, farmonlari, qarorlari bilan juda ko'p qishloq xo'jaligiga e'tiborlar qaratildi. Jumladan mana fermerlarga berilayotgan imtiyozlar, har xil yordamlar, shu bilan birga yangi texnikalarni kirib kelishi, yangi texnologiyalarni vujudga kelishi, ularning hammasi shu qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan. Masalan, mana shu keyingi yillarda suv juda katta muammoga aylanib ketdi. Mana shu suvning yetishmasligi natijasida butun respublikamizda qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalarga o'tkazish masalasi juda qattiq qo'yildi. Va natijada hozirgi yilga kelib 1,5 milliondan ko'proq qishloq xo'jaligi yerlarimiz suv tejovchi texnologiyalarga o'tkazildi. Endi bunda tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, diskret usulda sug'orishlar yetakchi hisoblanadi. Endi suv tejovchi texnologiya bilan bir qatorda bizning respublikamizga yangi navlar ham kirib kelyapti. O'simlik turlari ham kirib kelyapti. Masalan, sobiq ittifoq paytida bizda 20 ta, 25 ta asosiy ekinlar ekilgan bo'lsa, hozir 70 dan oshib ketdi. Ular turlarini o'zi, navlari bundan ham ko'proq. Endi bularning ko'plari bizni o'zimizning olimlarimiz tomonidan yaratilganlari ham juda ko'p, lekin chet eldan ham kelayotgan navlarimiz ham hozir o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatyapti. Masalan, mana sabzavot bo'yicha, jumladan pomidor bo'yicha oladigan bo'lsak, bir vaqtlari bizda yaxshi pomidorlarimiz bo'lgan, lekin iqlim o'zgarishi munosabati bilan, qurg'oqchilik munosabati bilan va boshqa salbiy oqibatlar orqali ular yaxshi ishlamay qoldi. Natijada biz majbur bo'lyapmiz chetdan har xil unumdor yoki bo'lmasa mahsuloti yuqori bo'lgan navlarni olib kelishga. Endi shu bilan birga yana bitta ijobiy tomonimiz shunday bo'lyaptiki, mana Xitoy texnologiyasi ham kirib kela boshladi. Xitoy texnologiyasining bitta ijobiy tomoni shunday bo'ldiki, mana shu selkasini o'zi birdaniga bir yurishda 4 ta operatsiyani bajarib ketadi. Endi hozir vaqt qisqa bo'lgani men hammasini aytib o'tirmayman, lekin eng muhimi mana shu bizda oldin 60lik, 70lik yoki 90lik ekiladigan sxemalar bo'lsa, ular 74, 76 qildidagina qo'shqatar paxta ekadigan bo'ldik. Bu o'z navbatida ko'chat sonini 100 ming, 120 mingdan 180 ming, 200 minggacha olib chiqdi. Va albatta hosildorlikka bu ijobiy ta'siri bor. Nihoyatda kuchli ta'sir ko'rsatdi. Mana shu yilgi o'zi misolimizda ham qancha fermerlarimiz 60-70 sentner ayrimlari bor, undan ham yuqori paxta hosili yetishtiryapti. Bizda respublikamizga juda keng joriy qilinayotgan eski foydalanadigan o'g'itlarimiz bor. Azotli o'g'it, fosforli, kaliyli o'g'itlarimiz o'rniga mikrobiologiya o'g'itlari kirib keldi. Bular kam miqdorda qo'llaniladi va ijobiy natijasi ancha yuqori. Va shu bilan birga o'simliklarni o'stiruvchi yoki bo'lmasa cheklovchi preparatlardan keng foydalanadigan bo'ldik. Shu bilan birga yana mana masalan lazer tekstilga kirib kelishi bu yana ham juda kuchli bizda respublikamiz dehqonchiligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Oldin masalan biz yerni tekstlashimiz nihoyatda qiyin edi.
Hozir lazer bilan bitta kartani o'zida plus minus 3-5 santimetrgacha olib tushdi. Oldin kamida 10-12 santimetr bo'lardi. Demak, aniqlik oshib boryapti. Aniqlik nihoyat yuqori darajaga keldi. Katta bir texnologiyalar kirib kelganligini va ularning ba'zilarini sanab o'tdingiz. Lekin muhtaram muxlislarimizga, teletomoshabinlarimizga ma'lumki, O'zbekiston demak agrar sohasi aynan bir tarmoqqa ixtisoslashmagan. Bu nima bilan bog'liq? Ko'p holda O'zbekistonning o'sha geografik holati, iqlimi, masalan bizda o'sha cho'l zonalari, dasht zonalari bilan birga deylik hududlarning juda katta qismi masalan sug'oriladigan yerlar ham bor. Lekin mana shu rang-baranglikda fermerlarimiz, ya'ni qishloq xo'jaligining asosiy drayveri ular deb biz bemalol aytishimiz mumkin. Fermerlar aynan o'zlarining tashabbusi bilan yoki davlatning yordami asosida qanday asoslarda ular yangi texnologiyalar va innovatsiyalardan foydalanishyapti hozir? Hozirgi kunda mana domla to'g'ri aytdilar, yangi, ya'ni to'liq qilib gapirganda velosipedni boshqatdan ixtiro qilmasdan, mana 11 yil oldin Xitoyga kirib kelgan shu Amerika sortini olib kelindi. Kengashimiz o'shani anaqa kengashimiz ham o'zidan aytib, shuni tez mahsulotga, katta mahsulotga yetish uchun mana rahmat davlat rahbarlariga yaxshi texnika ham kirib keldi, 1000 ga yaqin. Bir o'rimda mana birinchi terimimizda ular teryapti, bu yerda anaqasi faqat ko'chat zichligi katta bo'lyapti, lekin bitta terimimizda o'sha oldinga anaqa ko'rak yig'ish, u masala qolib ketyapti. Bitta terimda sifatli qilib terib, planni ham bajaryapti. Misol uchun, agar dunyoda birinchi o'rinda turadigan Isroil bo'lsa 104 sentnerda, 101 sentner Xitoy olgan bo'lsa, ularda suv bor. Bizda suv kamligi jihatdan shunda ham 70 dan oshirayotgan, даже eng tuzli Sirdaryo viloyatida 70 dan oshirgan bir nechta fermerlarni bilan biz gaplashdik. Bu zo'r ekan deyishdi. Birinchi terimning o'zida rejani bajarishyapti. Ko'p rejani bajaryapti. Lekin o'sha siz aytayotgan ikkinchi, uchinchi terimlarda ikkilamchi mahsulotni olish imkoniyati ham ko'payadi. Ikkilamchi mahsulot. Keyin bu birinchi tomoni, ikkinchi tomoni fermerlik kengashi tomonidan o'sha azaldan har bitta viloyatda mutaxassislarimiz bor. Azaldan shu fermerlarni qayta tayyorlash, yangi texnologiyalarga o'rgatish. Misol cho'l zonalarida mana xabaringiz bor, fermerlik kengashi tomonidan bundan 3,5-4 yil oldin misol uchun agar Indiya olib kelib amak bilan shirin miyadan qoranovotda olgan bo'lsa, uni hech kim olmay qoldi. Chunki ekologiya deyapti, boshqa deyapti. Xitoyda mana Mirzobodda qurildi shu zavod. Hozir qo'l-qo'lga tegmaydi. Qoraqalpoq ham ekib ildizini olib kelyapti. O'shandan shu dorivor anaqalari olinyapti-da, qoranovot shundan olinyapti. Eski ota buvasi o'rgatgan jo'xori bedadan qaytib, mana Surxondaryo, Qashqadaryo soyaga o'tkazdi. 2 marta soya olsa, u beda jo'xoridan olgan foydadan bir 10 karra ko'p olyapti. Demak, iqtisodiy samaradorligi ancha oshadi. Shunga fermerlar, innovatsion maktablarimiz hamma viloyatda bor. Shunga o'rgatyapmiz. Chunki yangi 17 xil o'simlik kirib kelgan. Mana domla to'g'ri aytdi, yangi o'simlik kirib kelyapti deb oldin 30 ta, 32 ta, hozir 70 dan ziyod bo'lib ketdi. To'g'ri aytmayman domla? O'shalarga o'rgatishimiz kerak. Shu eski bedeni to'xtab tur. Mana mamini ek. Mana mamdan buncha foyda bo'ladi deb, hattoki biz o'rtakashmiz, to'g'ri telefondan olib beramiz. Mana shu odam oluvchi, agar bir mashina kufurasini to'ldirsang, mahallang keladi deb. O'sha foydasi ko'p narsani o'rgatishimiz asosiy rusum bo'lib qoldi. Shundan ko'proq foyda qilsa, chunki dehqon boy bo'lsa, dasturxonimiz to'liq bo'ladi. Shu asosiy tizimda ishlab olib boramiz. Albatta. Barchamiz yaxshi bilamiz, demak, O'zbekiston qishloq xo'jaligining juda katta bir qismini paxtachilik tashkil etadi va paxta bo'yicha bizda alohida bir maktab bor desak, bu xato bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, u yerda qanday bir ishlar amalga oshirilyapti, qanday bir yutuqlar bor. Shu yilning 17-noyabr sanasida Prezidentimiz tomonidan paxtachilikda samaradorlikni ilg'or tajriba va texnologiyalar asosida oshirish, qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha takliflar taqdimoti bo'lib o'tdi va Prezidentimiz mana shu taqdimot bilan tanishdilar. Zabardast aka, mana shu taqdimot bo'yicha sizning fikrlaringiz, ya'ni undan kutilgan natija nima va kelajakdagi rejalar?
Albatta bu taqdimotda ko'p narsalar muhokama bo'ldi va birinchisi bu mana shu subsidiyalarni tartibga solish, ikkinchisi shu ilg'or fermerlarni ya'ni 30 sentrdan past bo'lgan fermerlarga biriktirish va agronomlar maktablarini tashkil qilib hozirgi shu Shinjon texnologiyasi, intensiv texnologiyaga o'qitish, tayyorlash. Bu mana nima natijalarni olib keladi? Demak, 2026-yil respublikamizda 885 ming gektar paxta maydonlari ekilishi rejalashtirilmoqda va hosildorlikni 50-55 sentrga ko'tarish. Bizda xabaringiz bor, respublikamizda o'rtacha hosildorlik ilgari 25-26 sentr bo'lardi. Oxirgi yillarda bu 32-35 sentrga ko'tarilgandi. Bu yil 2025-yil bu 43 sentrga ko'tarildi. O'rtacha hosildorlik. Bu katta ko'rsatkich, o'zgarish katta bo'ldi. Buni asosida nima yotadi? Buni asosida shu texnologiya yotadi, ya'ni Shinjon texnologiyasi. Endi Shinjon texnologiyasida domla aytdilar, ko'chat soni mana 200 ming, 240 mingga ko'tariladi. Ekish selkalari, hamma narsa aniq qilinadi. Bu yerda yana bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu texnologiyaning asosida, ya'ni ko'chat sonini ko'paytirganimizda bir nechta muammolar ham kelib chiqadi. O'sha Shinjon texnologiyasi shu muammolarning yechimini topib qilingan. Bu birinchisi, ko'chat soni ko'paytirilganda ko'sak qurti ko'p tushib ketadi. Bizda g'ovlab ketdi deymiz paxtani. G'ovlab ketganda ko'sak qurtiga yaxshi sharoit yaratiladi va ko'sak qurti tushib ketadi. Ikkinchisi, ko'chat soni ko'paygandan keyin kirish qiyin bo'lib qoladi, o't bosib ketadi. Mana shu masalalarni yechishda, ya'ni biotexnologiyaning roli bor. Mana shu 17-kuni bo'lgan muhokamada, ya'ni yangi navlarni yaratishda yangi texnologiyalarni qo'llash etildi. Hozirgi kunda respublikamizda juda ko'p ilmiy tadqiqot institutlari bor, yangi navlar yaratish bo'yicha, lekin biotexnologik navlar yaratish bo'yicha genomika bioinformatika markazi hozir masala qo'yildiki, ya'ni ko'sak qurtiga chidamli BT texnologiyasini tatbiq etib, hamma navlarni shu BT texnologiyasiga o'tkazish va o'simlik, ya'ni begona o'tlar ko'payib ketishiga qarshi gerbisidga chidamli bo'lgan navlarni yaratish qo'yildi va buni yaratishda ta'kidlandiki, mana nav yaratishda 15 yil, 20 yil vaqt ketadi. Nav yaratishda bu an'anaviy yaratish hisoblanadi. Biz bir 7 yil oldin, 8 yil oldin markalarga asoslangan seleksiya texnologiyasi yordamida buni 8 yil, 7 yilga tushirgandik. Endi hozirgi kunda bu ham kamlik qilinmoqda va nav yaratishni 2 yil, 3 yilga tushirilyapti. Bu yerda nima qo'llanadi? Ya'ni zamonaviy fitotronlar qo'llanadi. Ya'ni zamonaviy teplitsalar qo'yilyaptiki, masalada mana shu 1 yilda 3 marta hosil olish. 1 yilda 3 marta hosil olish. Endi fitotronlarni ilgari ham bo'lgan fitotronlar, bu yerda biz fitotronlarga yangi texnologiyani yana tatbiq qilyapmizki, speed breeding texnologiyasini qo'llayapmiz. Maxsus lampalar bor. Maxsus lampalar, qizil lampalar yordamida shu vegetativ davrni qisqartirish natijasida va gullashni tezlashtirish natijasida biz 1 yilda 3 marta hosil olishimiz mumkin, 1 yilda 3 marta chachishtirishimiz mumkin. Demak, O'zbekiston iqlimiga moslashtirish kerak mana shu jarayonni. Bu yerda bu texnologiyani tezroq o'tish maqsadi. Tezroq o'tish, qisqa vaqt ichida 2 yil, 3 yilda xorijdan navlar olib kelishni to'xtatib, o'zimizni mahalliy navlarimizni mana shu BT texnologiyasi, gerbisidga chidamli texnologiyaga o'tkazish. Xuddi shu haqda savol bermoqchi edim. Hozir yuqorida domla ham aytib o'tdilarki, aynan o'sha pomidorning bizda boshqa navlari bo'lardi. Hozir chetdan olib kelyapmiz navlarini deb, siz esa seleksiya ishlarini amalga oshirishdagi so'nggi yutuqlar haqida imkon qadar ma'lumot berib o'tdingiz. Saidg'an aka, mana shu jihatga siz qanday qo'shimcha qilmoqchisiz? O'zi aslini olganda yangi nav yaratishdan asosiy maqsad, 3 ta asosiy maqsad bor-da.
bizning tushunishimizcha. Ya'ni u birinchi navbatda kam xarj bo'lishi kerak, chidamli bo'lishi kerak va hosildor bo'lishi kerak. Mana shu uchalasini O'zbekiston iqlimiga, O'zbekiston sharoitiga, qishloq xo'jaligimizdagi imkoniyatlarga moslashtirgan holda qanday yangi navlar, qaysi turdagi yangi navlar yaratish amalga oshirilmoqda? Avvalambor respublikamiz qishloq xo'jaligi oldida ikkita muammo turibdi. Birinchisi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ikkinchisi boshqa ehtiyojlarni ta'minlash. Shundan kelib chiqib qishloq xo'jaligi tasarrufidagi yoki qishloq xo'jaligi sohasida ishlaydigan ilmiy muassasalar shu yo'nalishda katta ilmiy tadqiqot ishlari olib borishyapti. Masalan, bizning Fanlar akademiyasiga qarashli genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi institutida respublikamizning asosiy qishloq xo'jaligi ekini bo'lgan g'o'zadan tashqari bug'doy, soya, yana mosh, dukkakli ekinlar, boshqa masalan no'xat kabi qator qishloq xo'jaligi ekinlari bo'yicha genetik seleksion tadqiqotlar olib borilib, qator navlar yaratilgan. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, paxtachilik yo'nalishidagi ishlarga to'xtashdan oldin, masalan, bug'doyni kasallik, zarar kunandalarga chidamli, muhitni shu abiotik stress omillariga, ya'ni qurg'oqchilikka chidamli qator navlari, mahalliy navlari yaratilgan. Masalan, ezoz, oq marvarid, pahlavon va boshqa navlari yaratilgan. Masalan, soyaning ehtiyoj, xotira kabi navlari yoki moshi ishonch navlari yaratilganki, ular o'zingizlarga ma'lum, hozir baribir xolimizmi yo'qmi, go'sht mahsulotlari ancha qimmat turadi-da. Aholimizni oqsilga bo'lgan talabini qondirishda bu dukkakli o'simliklar tarkibidagi oqsil katta ahamiyat kasb etadi. Bu aytib o'tgan o'simliklarda va yaratilgan navlarda oqsil miqdori yuqori. Shu nuqtai nazardan respublikamiz fermerlari ham o'zimizni mahalliy navlarga ko'proq e'tibor bersa yaxshi bo'lardi. Ikkinchidan, savolingizga keladigan bo'lsak, hurmatli prezidentimizni 2022-yil 7-iyulda 308 sonli qarorlari chiqqan, ya'ni paxta hosildorligini oshirish, paxta yetishtirishda bilim va innovatsiyalarni joriy qilishni qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida. Shu qarorda juda ko'p vazifalar belgilab berilgan. Jumladan shu qaror asosida prezident huzuridagi Respublika paxtachilik kengashi tashkil qilinib, bu kengash raisi hozirdagi hurmatli akademigimiz Ibrohim Yo'lchiyevich Abdurahmonov hisoblanadi. Demak, bu hozirgi erishilgan paxtachilikda, ayniqsa bu yil erishilgan yutuqlar aynan shu paxtachilik kengashini a'zolari va uni hududiy kengash a'zolari tomonidan qilingan katta sa'y harakatlar, fermerlar va klasterlarning o'ziga ishiga mas'uliyat bilan qarashi nuqtai nazardan kelib chiqdi. Masalan, Xitoy navlari nima uchun bizga kirib keldi? Prezidentimiz aytardilarki, aholimizni, ayniqsa ayollar shu ketmon chopiqdan chiqmaydi. Shunday navlar bo'lsaki, shu chopiqdan qutqarsa aholimizni deb. Demak, Xitoy navlari ham o'sha gerbitsidga chidamliligi, ham ko'sak qurti degan g'o'zaning zarar kunandasi bor, ancha katta zarar yetkazadi, 15-20 undan yuqori foizda. Demak, shu kasallikka chidamli navlar ham kerak o'zimizning respublikasi. Shu nuqtai nazardan mana Xitoy navlari kirib keldida respublikamizga bir qator nima deydi, asosiy bu yerda narsa yuqori hosil olish bo'lgandan keyin, demak, eng asosiysi bu yerda o'sha zich eskish. Mana Zabardast Tojiboyev to'g'ri aytdilar, hurmatli domlamiz to'g'ri aytdilar. Bu yerda qo'sh qator hisobiga, aynan qo'sh qator hisobiga yuqori hosil olishga erishilyapti. Agar bir qatordan ekaladigan bo'lsa, masalan, Xitoy navlari unaqa yuqori hosil bermaydi, o'zimizning navlar ham juda yuqori hosil beradi. Masalan, bizning navlarni ham qo'sh qatorga ekadigan bo'lsa, yuqori hosil beradi. Buni mana tajribada qator fermer xo'jaliklarimiz o'zini tajribalarida sinab ko'rishyapti. Shu nuqtai nazardan, masalan, ba'zi bir fermerlarni Xitoy navlari serhosil ekan, aynan Xitoy navlari orqali biza yuqori hosil, yo'q, u noto'g'ri narsa. Chunki
aynan texnologiya, bekorga aytilmayapti, texnologiyani joriy qilish hisobiga yuqori hosildorlikka erishilyapti. Ya'ni 90, 80 ming, 90 ming, nari borsa 100 ming, 120 ming o'rniga 2 barobar ko'chat soni ko'paytirilyapti-da, aynan bitta o'simlikdagi hosildorlik oshmayapti. Ko'chat soni hisobiga har bir o'simlikda shakllangan nima deydi, ko'saklar pishib yetilib, jami shu ko'chat soni hisobiga yuqori hosil olishga erishilyapti. Demak, bu o'sha yerdan unumli foydalanishga borib taqaladi. Albatta, masalan, hozir paxtachilik kengashi tomonidan oldingi respublikamizda qo'llanib kelingan paxtachilik sohasida 90 santimetrli keng qator oralig'ida ekilardi-da. Bu yerdan unumli foydalanishga olib kelinmas edi. Hozir shunday talab qo'yilganki, 90 santimetrli qator oralig'i 90 santimetrli bo'lgan ekishdan umuman voz kechish va 76 santimetrliga o'tish. Ba'zi bir navlar bo'yicha 60 santimetrli qator oralig'i ham qoldirilyaptiki, bu yerdan unumli foydalanish. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak, Xitoy navlari, Xitoy texnologiyasi deganda, ularning navlari aynan shu intensiv texnologiyaga moslashgan. Ya'ni plyonka ostida tomchilatib sug'orish. Plyonka ostida nima beradi bu narsa? Demak, plyonka ostida ham yerdagi namlikni saqlab turish, hamda o'sha ekishdan oldin gerbitsidlar bilan ishlov berilganda, demak, gerbitsid chiqmaydi, chopiqdan qutulinadi. Undan tashqari plyonka ostiga yetilganda o'sha qator oralig'idagi ikkita, masalan 76 10 deyiladi, bu degani 66 qator oralig'i va 10 ikkita o'simliklar oralig'i. Demak, o'rtasidan lenta o'tkazilib nima qilinganda, shunda ham suv tejaladi. Biz uchun suv eng o'tkir muammo, suv yetishmasligi. Hamda shu suvdagi erigan moddalar, ya'ni suv bilan birga suvda eruvchan makro va mikroelementlar beriladi. Bunda ildiz sistemasi darrov ularni qabul qiladi-da, bu yuqori hosildorlikka olib keladi. Rahmat. Domla, endi hozir bu fikrlaringizdan kelib chiqib, bir qancha o'sha so'nggi yillardagi yangiliklardan boxabar bo'lyapmiz. Lekin Fazlin aka, albatta bu yangiliklar joriy qilinar ekan, u nimadir natija berishi kerak. Yuqori hosildorlik bu iqtisodiy muvaffaqiyatga olib keladi. Xo'sh, bunday yangi texnologiyalardan foydalanish va innovatsion yechimlar O'zbekistonning xalqaro bozorga chiqishida, umuman eksport salohiyatining oshishida, O'zbekiston qishloq xo'jaligining taraqqiyotida qanday ahamiyati bor? Darhaqiqat, yuqorida hurmatli ustozlarimiz ta'kidlab aytishdi. Birgina 5 yillik ma'lumotni agar men talqin qiladigan bo'lsam, 2018-yil bizning respublikada g'o'zani oladigan bo'lsak, o'zi respublika bo'yicha asosiy maydonga g'o'za, g'alla ekiladi. G'o'zani oladigan bo'lsak, 1.150.000 gektar maydonda g'o'za ekiladi. Hozirgi kunda esa bu ko'rsatkich, ya'ni bu 876.000 gektarni tashkil qiladi. Ya'ni oldingi yilga nisbatan 25% yer, ya'ni ekish maydoni qisqarib, hosildorlik esa yuqori. Ya'ni oddiy talqin qiladigan bo'lsak, 2018-yil bizni 3.400.000 tonna paxta, ya'ni xomashyo tola yetishtirgan bo'lsak, hozirgi kunda 876.000 gektar bilan 3.800.000 tonna paxta xomashyosini yetishtiryapmiz. Demak, ekin maydoni qisqargani bilan hosildorlik pasaygani yo'q. Bu shuni ko'rsatadiki, bevosita biz yerdan unumli foydalanib, ya'ni o'zimizni navlar bo'ladimi, xorijiy navlar bo'ladimi, agrotexnikasiga katta urg'u berganmiz. Hamda yangi innovatsion texnologiyalar bilan yondashuvimiz shu maqsadlarga erishdik. Endi bir narsani aytishimiz kerak, yildan yil bizning aholimiz soni oshib bormoqda. Lekin yerimiz o'sha. Bu bilan biz nima demoqchiman? Oldin 3-7, ya'ni hurmatli ustozimiz aytdi, g'o'za beda almashlab ekish keng maydonlarga joriy etilgan. Lekin o'z samarasini bermagandan keyin hozirgi kunda respublikada ko'p maydonlar bir tizim, ya'ni 1 yil g'o'za, 1 yil g'alla tizimi joriy etilgan. Bu bevosita birinchi navbatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, yilida 2 marta don hosil olish hamda tuproqda unumdorligini saqlab qolish. Endi tuproq unumdorligi biza hosildorlik bo'yicha
katta yutuqlarga erishyapmiz. Lekin birgina tuproq unumdorligiga qaraydigan bo'lsak, bundan 20 yil oldin respublika bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, gumus miqdori 1.9% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda respublikamizda gumus miqdori 0.9 ga tushib qolgan. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Bilamizki, g'o'za o'suv davri davomida, 1 yil vegetatsiya davri davomida 1 gektar maydondan 5-6 tonna oziqa modda olib chiqib ketadi. Shu bilan birgalikda azot, fosfor, kaliy, ya'ni azot 200-250 kilogramm azot, 300 kilogramm yaqin fosfor, xuddi shunday bir 200-250 kilogramm kaliy o'zi bilan olib chiqib ketadi. Buning uchun biza bu tuproq unumdorligini saqlab qolish uchun almashlab ekish tizimlarini yo'lga qo'yishimiz kerak. Shu birgina tuproq unumdorligini oshirish emas, balkim oziq-ovqat xavfsizligini ham biza oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Endi hozirgi kunda olimlarimiz tomonidan yangi innovatsion texnologiyalar bo'yicha ilmiy ishlar qilingan va keng maydonlarda joriy etilyapti. Endi buning natijasida biza yildan yil nafaqat hosildorlikni oshirish, balkim mana shu hozir ustozlarimiz aytdi, o'zimizni navlarni shu yangi texnologiya, ya'ni biti shu ko'sa qurtiga chidamli, viltga chidamli yoki garmselga chidamli serhosil navlarni yaratishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu qo'yilgan marralarga qanday qilib erishishimiz kerak? Buning uchun avvalambor biz kadrlar masalasini tubdan ko'rib chiqishimiz kerak deb aytildi. Prezidentimiz tomonidan esa oxirgi o'tkazilgan qishloq xo'jaligidagi bag'ishlangan selektorida masalan fermerlarni qayta o'qitish davnom-davno yo'lga qo'yilgan edi. Bank tomonidan fermerlar maktabi tashkil qilingan, har bir viloyatda bor. Undan keyinroq suvchilar maktabini tashkil qildi. Bular ham har bitta viloyatda markazlari bor, o'zlarining tajriba xo'jaliklari bor, eksperiment olib boradigan joylari bor. Butun eng so'nggi modifikatsiyadagi texnikalar, texnologiyalar jamlangan u yerda. Ularning hammasi o'sha fermerlarga yoki dehqon xo'jaliklariga, klasterlarga o'qitib borilyapti. Endi shu bilan birga keyingi kadrlarni ham yanada mustahkam, yanada ham kuchliroq, yanada o'sha hozir iqlim o'zgarishiga yoki bo'lmasa oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq ishlab chiqarishga bag'ishlangan kadrlar bo'lishi uchun bizda Agrar universitetida ham tubdan burilishlar ketyapti. Mana yaqinda 95 yillik yubileyimizni nishonladik. Bu yerda ham chetdan kelgan olimlar ham, o'zimiz olimlarimiz ham birgalikda konferensiyada buni yaxshilab muhokama qilib oldik. Demak, nima qilmoq kerak degan shunday bo'lyaptiki, biz avvalambor o'sha hozirgi zamon darsliklarini tayyorlashimiz kerak, o'quv qo'llanmalarini tayyorlashimiz kerak va shu bilan birga ishchi dasturlarimizni ham o'zgartirishimiz kerak. Bular hammasi shu dunyodagi eng yetakchi oliy ta'limlarga integratsiya qilinishi kerak. Endi hozir mana kechagi o'sha yig'ilishda prezidentimiz juda bir yaxshi bizga maslahatni berdi va Agrar universitetida dual ta'limni yo'lga qo'yish. Bu degan so'z mana shu 2-chi, 3-chi, 4-chi kurs talabalarimizni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarishda. Amaliyotga. Amaliyotni o'sha joyida o'tkazish va masalan, nega bitta fermer 60-70 sent yer oladi, masalan, paxtadan, bug'doydan 100 ham olyapti. Lekin boshqa bittasi paxtadan 30-25 olyapti. Mana shularni talabalarimiz o'zi taqqoslab ko'rsin, o'zi solishtirsin, o'zi buni sabablarini topsin. Nima bo'lyapti o'zi deb. Demak, mana shu 2 yil davomida ular bu yerda chuqur kirib boradi. Har bir yangi texnologiyani, masalan, tomchilatib sug'orishni montaj qilishdan tortib, loyihalashdan tortib, to ekspluatatsiya qilish davomida o'sha fermerlarga ham o'rgatish kerak, ham o'zi o'rganish kerak. Yoki bo'lmasa hozirga mana qo'shqator ekishimiz, o'sha selkani o'zini ham ligirovka qilish kerak, ham kerak bo'lsa kichik remontlarni qilish kerak va tuzatishni ham bilish kerak. Uni amalga oshirib borishimiz kerak. Xullas, u dunyodagi innovatsiya bizga kirib kelsa, bizni o'zimizning innovatsiyalarimiz ham tezlik bilan ishlab chiqarishga joriy qilish uchun hozir hamma yo'llar ochilgan. Faqat buni ro'yobga chiqarish kerak, amalga oshirish kerak va uni samarasini hammamiz ko'rib, bilib
shunga qarab intilishimiz kerak. Albatta ustoz, hozir ta'lim haqida gapirdingiz, juda qiziq bir jarayon borda. Bugungi fermer shunchaki dehqon emas. Chunki ota bobosidan kelgan o'sha dehqonchilik ilmlari bilangina bugun hosil yetishtirish qiyin. Bugunning dehqoni, bugunning fermeri kerak bo'lsa olim ham bo'lishi kerak. Lekin ularning malakasi, ularni o'qitish, ularga qaysidir ma'noda yo'nalishlar berish degan masala ham bor-da. Hamma tumanlarda bu birorta bir boshqa vazirlik emas. Imенно fermerlik kengashi birinchi o'li organikka o'tdi. Kaliforniya qurtlarini ishlatib, hamma tumanda o'zini bazasini yaratdi. Mana oddiy narsalardan boshlasak, yangi 17 xil o'simlik kirgizdi. Keyingi yo'nalishimiz shu fermerlarga, mana shu agronomlarga shu yangi o'simliklar bo'yicha ko'nikmalarni o'rgatib kelyapti ham. Hamma viloyatda tumanlargacha shu usta fermerlarning xonadonida shu innovatsion, shu nomi ham shu o'zi, innovatsion fermer o'qitish maktablari ochilgan. Ana o'sha yerda bitta joydan 2-3 ta hosil olish, misol uchun hozir eng yangi texnologiyalarni oladigan bo'lsak, mana 4 yildan beri o'zim ham dars beraman. Mana Yangiyo'lda markazim bor, Jonboyda bor, Vodiyda, hamma viloyatda bor. Buni bittadan sanab o'tirmayman. Shu yerda asosiy masala shundaki, mana domla to'g'ri aytdilar, 2-3 ta hosil, agar biza dehqonni 2-3 ta hosilga yetkazib bera olsak, bu uchun bizada vaqt tig'iz, vegetatsiya bor, boshqa bor, to'g'rimi? Shunga biza hozir 4 ta 5 ta viloyatda ko'chatni teplisida fevralda ekib 2 oy yutyapmiz, avgustda paxta terim ham tugaydigan qilib. Demak, issiqxonalardan foydalanish kerak. Issiqxona, uni isish ham shart emas. Fevraldan keyin kun kengayib ketadi. O'sha chigit chirib ketmay o'sib chiqadi. Bizaniki chirib ketar ekan, o'sha Amerikaniki chirimadi. Misol uchun Jizzaxda qilganimizda, endi mana domla to'g'ri aytayotdilar, shu yengilliklarni kirgizar ekanmiz, biza 3 ta hosilga yetsa, dehqon boy bo'lib ketadi. Chunki kuzda misol uchun biza paxtani taqab kuzgacha borsa, mana domlalar yo'q demaydi. Paxtani poylab o'tirishadi, tezroq ketsa, o'rnida qishki sabzimiz yetiladi deydi. Undan keyin 90 bosdi. Hozir mana ikkinchi sug'orish ketyapti g'allaniki. Parvarish ketyapti chistomini, piyozimizniki, Surxondaryo, Toshkent, hamma yoqda bir. Yana bitta narsa, suvdan iqtisod qilamiz. Agar biza fevralda chigitni ekib, teplisayichiga ekib, ko'chatni zich qilib yetkazib bera olsak, ko'chatda ekadigan mashinalar bor, Xitoyda ham bor, Amerikada ham bor. Hozirgi mana Xitoyga zich ekib anaqa qilgan 11 yil oldin Amerikadan olib kelingan paxta ko'chatlar. Men paxtachilik bo'yicha o'zim shug'ullanganman-da. Agrar universitetda 14 yil shu bo'yicha ilm qilgandim. Endi men buni aytayotgan gapimki, tezroq terib, planni ortiqdan bajarib, dehqon, fermer boy bo'lar ekan, dasturxonimiz to'liq bo'ladi. O'sha domla aytayotgan oziq-ovqat xavfsizligi ham hamma shundan kelib chiqadi. Bu yerda hozir tuproq unumdorligi masalasiga ham bu mos keladimi, Fazlin aka? G'alla yig'ishtirib olgandan keyin deyarli 100% bizlar maydonlarga takroriy ekish yo'lga qo'yilgan. Nima uchun? Birinchi navbatda ikkinchi don hosil olamiz, ham yuqorida aytganday tuproqda unumdorligini ham, ya'ni saqlashni ham yo'lga qo'yganmiz. Boyagi so'zingizda aytdingizda, qanchadir kaloriyani olib chiqib ketadi deb, uni o'rnini to'ldirish ham bor-da. O'rnini to'ldirishimiz kerak. Lekin biz hozirgi kunda mana shu takroriy hamda yana sidrat ekinlar bilan shu tuproqning unumdorligini saqlab qolishimiz mumkin. Albatta, va shu bilan birgalikda unumdor tuproq xuddi Zabardast akamiz aytganlaridek, o'sha takroriy ekinlar 3 martagacha hosil olishga sabab bo'ladi. Shunday emasmi? Aynan mana shu ko'p hosil olish masalasida yana qanday ishlar amalga oshirilyapti? Aynan qaysi turlar, navlar yoki deylik qaysi ekinlar bo'yicha? Endi 3 marta hosil olish deganda qaysi ma'nodaki, ya'ni vegetativ davrni qisqartirish yo'li bilan. Vegetativ davrni seleksion yo'l bilan qisqartirish, masalan, biz g'o'zada misol tariqasida oladigan bo'lsak, 90 kun, 100 kungacha tushirgan navlar bor. Bu navlarni mana bug'doydan keyin shu paxta navlarini ekib turib,
oktyabr oyida paxtani yig'ishtirib olish. Ya'ni vegetativ davr. Ikkinchi yo'li bu domlamiz aytgandek plyonka ostiga ekish. Mana biz o'zimiz ko'rdik, bir dalani o'zida paxtada plyonka ostiga ekilgan, yonidagi shundoq dalani o'zi plyonkasi ekilgan. 25 kun farq bo'pti. 25 kun farqi shundoq ko'rinib turibdiki, ya'ni biz nafaqat seleksion yo'l bilan mana shu plyonka ostiga. Endi ko'pincha plyonkada O'zbekistonda salbiy fikrlar bor. Bu plyonkani qanaqa yig'ishtirib oladi, ertaga yer ifloslab tashlayapti, nima qilamiz? Buni ham ilmiy yechimi bor. Demak, bizda plyonkani yuqi plyonkani qo'yishyapti. 18 mikroli plyonkani ishlatishyapti. Bu plyonka parchalanib haqiqatda tuproqni ifloslantiryapti. Biz o'rgansak, dunyoda brutor plyonkani ishlatishar ekan. Qalinroq plyonkani ishlatishadi. U undan bir necha barobar qalinroq. Deyarli 2 barobar qalin plyonkani ishlatishyapti. Bu plyonkani yig'ishtirib olish oson. Demak, u parchalanib ketmaydi, vazifasini bajargandan keyin yig'ishtirib olish oson. Yig'ishtirib olishni ham hammasini texnika qilmoqda. O'zining texnikalari bor ekan. Mana hozirgi kunda paxtachilikda fermerlarimizda juda ko'p savollar tug'ilyapti. Ya'ni tomchilatib sug'orishda qo'yilgan shlangalarni qanaqa yig'ishtirib olamiz? Buni ham hammasi texnika yig'ishtirib oladi. Plyonkani qanaqa yig'ishtirib olamiz? Buni ham hammasini texnika yig'ishtirib oladi. Men Xitoyda borganimda ko'rdim. O'sha paxtani bir kunda terib ketyapti, orqasidan o'rib maydalab ketyapti. Uni orqasidan plyonkasini yig'ishtirib, dalani tayyor qilib qo'yapti. Mana shuni hammasini biz texnikaga o'tkazib, yerimizni tozalab oladigan bo'lsak, oradagi ekinlarni ekishda kechikmaymiz. Hozir siz aytgan texnologiya bizga kirib kelganmi? Kirib kelgan. G'allaorolda mana domla aytdilar, Jizzaxda G'allaorol ko'zim oldida shu texnika ishlayapti. G'alla o'rilgan. O'rib may oyi edi. Oxiri edi, iyunni boshi edi. O'rib kelgan, o'tda Xitoylik opa, ani opa ekan, Xitoy o'zbekchani ham birar keldi. Olib kelgan, 4 ta texnika olib kelgan. Oldida maydalab ketyapti, ham ozgina suv jimillatib qo'yibdi, har bitta ariqqa, endi orqasida 8 ta odam turibdi, haligi mosh ekyapti-da. Jillatib oqtizib qo'yibdi-da, ham mosh qo'yib ketyapti. Ikkinchisi xuddi shu bitta traktorda qilinyapti. Ikkinchisi shu palasa, shunday palasa plyyonkani turpoqni biqiniga tortib, plyyonkani ko'mib ketyapti. Ichiga shlanka tashlab ketyapti, kapelning boshiga betonga boylab qo'yib shlankani uchun torta olmaslik uchun. 8 qator bittada ekyapti. 2200 gektar shu opa, endi yoshlari katta ekan, mendan katta ekan, 72 chiqqan ekanlar. Shu opa, shu yerda 40 ta ayol, bir 30 ta shu mahalla aholi yigitlari shu faqat shu ish bilan shug'ullanyapti-da. Hosili ham zo'r bo'ldi. Demak, bu texnologiyani ommaviy ravishda foydalanishga joriy qilish vaqti keldi. Keldi, u bor, uni olib kelish kerak. Yaxshi, mana birinchisi mana paxtada yaxshi kombaynlarimiz keldi, kombaynlar keldi mana. Endi xudo xolasa, Lalmerliga shu opa juda katta hosil bo'lib ko'tardi. G'allaorolda, masalan uchun borsanglar, Lalmerga opa desanglar bo'ldi, aniyapotlar. Xitoylik shuni qo'lida 300 dan ziyod odam ishlayapti, mahalla aholi. Ko'rdim, men o'zim qoldim. Bir 7-8 ta operatsiyani domla qilyapti-da, domla boshida gapirdilar. Lekin o'sha texnikalar kirsa, bizda nima bo'lardi? Bizda birinchi yeri haydab qo'yardi, butun zaxini chiqarib suv yo'q-ku. Ikkinchisi uni quritib, chizelligimiz, baralligimiz, tekisligimiz yerni nami chiqib ketadi. Bu prям g'allani somonni olib bo'lgandan keyin o'shan ustidan qilib ketyapti shu ishni. Ham maydalab ketyapti. 7 ta operatsiyani sanadim. Shlanka ham o'tqizyapti, ustun plyonka ham yopyapti. Ozgina nomiga sug'arib ham ketyapti. Ham iqtisodiy tomondan foyda, ham vaqtdan yutiladi. Ham vaqtdan yutiladi, suvdan yutiladi. Bizda ikkita narsa, bizning respublikada ikkita narsa kamyob. Bu energiya va suv. Bu suvni ham yerni zaxini ko'tarmayapti-da, domla. O'zida qo'yapti. Energiya deganingizga aynan o'sha bitta texnika, ya'ni bitta traktor bo'lsin, 5 marta, 4 marta kirmaydi-da, dalaga 1 marta kirsa. 1 marta kirganda 8 qatori ekib
chiqyapti. Bir haftada 2200 gektarni 7 ta traktor. Lekin odam ko'p ketar ekan. Har bittani orqasida bunker bor-ku. Hali mosh solingan. O'sha qarab turadi. Olib kel deydi, hali chopqillab to'ldirib qo'yadi boshiga borgan. Ular kerakligi shlankani boshidan boylab oladi. Hali bitorli uzun og'ir temir qilib qo'ygan, tortib ketmasligi uchun-da. Men o'shanda qarab, necha kunda qildi desam, da turdi 5 kun emas, 6 kun, 7 kunga cho'zildi. Odamlar o'rganmagan dedi-da. Men borib ko'rdim. Eng keraklisi yerni quritib qo'ymayapti. Yeri shu zaxida mosh ko'tarilyapti. Albatta endi hozir suv muammo deb bot-bot ta'kidlayapsizlar. Bu to'g'ri, chunki aynan Markaziy Osiyo hududining juda katta qismi, yana aytamiz, cho'llardan va tog'lardan iborat. Aynan tog'oldi hududlaridagi sug'oriladigan maydonlar esa unchalik ko'p emas. Nafaqat bizda, qo'shnilarimizda ham shunday. Va suv muammosi bilan birgalikda aynan unga bog'liq ravishda ekologik muammolarni ham hisobga olishimiz kerak. Saidg'ani aka, aynan navlar yaratilayotganda ekologik muammolarga chidamliligi yoki ularga aynan ekologik muammolarga bog'liq holda unib o'sishi, hosil berishi hisobga olinadimi? Albatta, har bir nav yaratilayotganda ma'lum bir maqsadda. Hali to'g'ri aytdingiz, yangi navni yaratishdan maqsad mavjud ekilayotgan navlardan ham ustun bo'lish kerak edi. Keyingi yillarda ekologik muammolar birinchi o'ringa ko'tarildi. Oldin faqat masalan g'o'zada uni tola sifatiga, tezpisharlikka e'tibor qaratilgan bo'lsa, hozirda ham hosildor bo'lsin, ham tola sifati yuqori bo'lsin va bu qimmatli belgi xususiyatlarni ekologik stress omillariga chidamlilik bilan uyg'unlashtirilsin. Shunaqa talab qo'yilyapti-da. Shuning uchun masalan g'o'za bo'yicha oladigan bo'lsak, eng asosiy institutimiz bo'lgan g'o'za seleksiyasi va urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti hisoblanadi. Keyin mana genomika va bioinformatika markazi hisoblanadi. Zabardast Tojiboyevich boshchilik rahbarlik qiladigan va genetika instituti. Har uchtala ilmiy muassasada ham nav yaratishda albatta birinchi navbatda shunav ekologik stress omillariga chidamli bo'lishi nazarda tutiladi-da. Masalan, har uchala institutda ham qurg'oqchilikka chidamli navlar, sho'rlanishga chidamli navlar va biotik stress omillariga, ya'ni kasallik va zararkunandalarga chidamli navlar bo'lishi birinchi vazifa qilib hisoblanadi. Va shu uchta institutda ham katta yutuqlarga erishilyapti. Chunki masalan o'zim g'o'za bo'yicha mutaxassis bo'lganim uchun masalan seleksiya institutida yaratilgan qator navlar, masalan S8290 navini olishimiz mumkin. Genomika institutida yaratilgan ravnaq guruhiga kiradigan navlar va boshqa navlar Zabardast Tojiboyevich o'zlari eslari kerak. Qator navlar. Bizning institutimizda yaratilgan masalan afsona navi. Shu afsona navini masalan shu Qoraqalpog'istonning sho'rlangan sharoitida ekilganda juda yuqori hosil berdi. Shuning uchun men aytamanki, baribir fermer xo'jaliklarimiz masalan shunaqa mana shunaqa gaplar chiqadi, olimlarimiz nima qilyapti, mana Xitoy navlari kirib kelyapti, demak bizning navlar past. Yo'q. Hayotda bizning navlar past bo'lmagan, butun jahon buni tan olgan. Chunki bizning paxta navlari tola sifati bo'yicha birinchi o'rinda turgan, o'rta tolali g'o'za navlar bo'yicha birinchi o'rinda turgan. Masalan, tolani oqligi bo'yicha ham Buxoro masalan 6 o'sha jahon bozorida etalon sifatida olingan. Shu o'rnida savol, domla, uzr. Aynan bizda yaratilgan navlardan boshqa joyda ham foydalanishadimi, boshqa davlatlarda? Albatta, masalan, qator qo'shni davlatlar masalan urug'chilik qator navlarimizni urug'ini olib, katta miqdorda olib, o'zlarida ekishganidan men xabardorman. Vaqti kelgan, masalan 70-yillarda Toshkent navlari yaratilganda vil kasalligiga chidamli, uni butun yetakchi paxtachilik davlatlari olgan. Bu Bolgariya bo'ladimi, boshqa da. Qo'shimcha hozirgi kunda mana Sulton navi, Ravnaq navi Qozog'istonda, Tojikistonda katta miqdorlarda ekilmoqda. Bizda navlarni asosiy etalon sifatida oladi va butun ularning seleksiyasida bizni navlarni ishlatishadi. Men Xitoyga borganimda
Xitoydagilar ham aytishdiki, bizni navlardan foydalanib, ya'ni Amerika navini olib turib, bizni navga chachishtirib, Xitoy navi yaratildi. Shuning uchun bizni paxtachilik yo'nalishimizda 100 yillik tarixga ega va katta maktab bor bu anaqa bo'yicha. Endi iqlim o'zgarishiga nima ish qilinyapti? Iqlim o'zgarishiga biz biotexnologik yangi navlar yaratmoqdamiz. Misol tariqasida mana matonat 1, matonat 2 nav yaratildi. Bu qurg'oqchilikka va sho'rga chidamli bo'lgan yangi nav. Bu yangi gen-nokaut texnologiyasi asosida ishlatiladi. Bu navning xususiyati mana Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro viloyatlarida, Qashqadaryoning ayrim viloyatlarida yerlar sho'rlangan, ayniqsa Xorazmda 3 marta yuviladi suv. Suv 3 marta yuviladi, juda katta miqdorda suv sho'r yuvishga ketmoqda. Bizni yaratganlar 1 marta yuvib turib eksa, o'sha hosildorlikni beryapti. Ya'ni 2 marta yuvish tejab qolinyapti. Endi iqlim o'zgarishiga qarshi nima ishlar qilinyapti? Hozir yoshlarda ham kecha uchrashuvda ham shu masalalar ko'tarildi. Olimlar nima ish qilyapti? Iqlim o'zgarib ketyapti, hamma yoq raso bo'lyapti, nima qilyapsizlar degan. Iqlim o'zgarishiga bizda hozir sho'rga chidamlik, qurg'oqchilikka chidamlik, undan tashqari mana ko'ryapsizlar, oxirgi yillarda temperatura oshib boryapti, hot stress deydi. Ya'ni issiqlik stressi natijasida hosildorlik tushib ketib bormoqda. Issiqlikka chidamli navlar yaratilmoqda. Bu navlarni yaratishda eng zamonaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda. Bu gen muhandisligi, gen-nokaut texnologiyasi, CRISPR-Cas texnologiyalari qo'llanilyapti. Mana Makkajo'xorda CRISPR-Cas texnologiyasi yordamida qurg'oqchilikka chidamli nav yaratildi. Bu CRISPR-Cas texnologiyasi shundayki, yangi avlod texnologiyalari bu yerda xuddi nativ holatda olgan nav sifatida ko'riladi. Sababi konstruksiya kirib, genni redaktivit qilib konstruksiya chiqib ketadi. Ya'ni xuddi xirurglar operatsiya qilganda, genlarni operatsiya qilganda, genni o'zini begona gen kiritmaydi. Begona gen kiritmaydi va bu bioxavfsizligi juda yaxshi, ayniqsa mana shu oziq-ovqat yo'nalishidagi bo'lgan ekin turlari uchun shu texnologiya to'lanyapti. Endi shuni asosida yoshlarimiz ham, ya'ni boya kadr masalasi ko'tarilgandek, jahonning yetakchi ilmiy markazlarida stajirovkalar o'tab kelishmoqda. Yangi texnologiyalarni o'rganish bo'yicha nimalar o'zgarishlar bo'lmoqda. Masalan, markazimizda hozir umuman genom, to'liq genom sekvens qilinyapti. Mana uzum genomi sekvens qilindi, paxta genomi sekvens qilindi. Masalan, birinchi paxta genomi 10 yil oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida qilingan. Bizda u orzu bo'lardi, paxta genomini sekvens qilib, anaqa juda katta tetraploid paxta genom katta. Shu genomni hozir yosh olimlar o'zimizda to'liq genomini o'qib, bu qanaqa genlar bor, qanaqa xususiyatlari borini, ya'ni kartalash uchun ishlatilish genlarni redaksiyasi uchun ishlatish va kelajakda yangi navlar yaratish uchun katta baza bo'lib hisoblanmoqda. Undan tashqari markazimizda o'sha bioinformatika yo'nalishi, ya'ni zamonaviy, ya'ni sun'iy intellekt yo'lga qo'yilgan, katta serverlar olingan, ya'ni bioinformatika orqali biz oldindan genomni modellashtirish orqali yangi natijalar olishimiz mumkin. Demak, yangi ilmiy yutuqlar ham bo'lib kelyapti va bu davom etadi. Davom etadi. Hurmatli prezidentimizning sa'y harakatlari bilan o'zbek paxtasiga bo'lgan boykot olib tashlandi-da. Hali siz eksport masalasini ko'tardingiz va bu nima berdi? Bu bemalol o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarni butun jahon bozoriga olib chiqishi. Ya'ni hozirda to'qimachilik mahsulotlarimiz Osiyo, Yevropa davlatlariga eksport qilinib, kamida 3 milliard dollarlik mahsulotlar eksport qilinyapti va bu 2030-yilga borib 9 milliard dollarga yetkazish bu narsani. Bu albatta. Ikkinchidan, o'tgan yili mana xabaringlar bor, Jahon paxtachilik kongressi aynan O'zbekistonda o'tkazildi.
Bu ham prezidentimizni va hurmatli vazirimiz Ibrohim Yo'lchiyevich sa'y harakatlari bilan o'tkazildi. Butun paxtachilik davlatlaridan paxtachilik sohasini eng yetakchi olimlari, seleksionerlari va boshqa mutaxassislari kelishdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu o'zbek paxtachiligini, o'zbek paxtachiligi yo'nalishidagi ishlaydigan olimlarni ishlarini butun jahon paxtachilik olimlari tomonidan e'tirof etilganidan dalolat beradi. Keyin yana bitta masala bor. Umumiy masala bu to'proq unumdorligi masalasi. Buni Fazliddin aka aytdi. Bir dehqonchilikda ham juda kuchli qonun borda. Bu to'proqdan olingan moddalarni yana to'proqqa qaytarish qonuni degan bor. Shu qonun bizda yaxshi ishlamay qolgan. Ko'plarda esdan ham chiqib ketgan. Mana shunga qat'iy amal qilishimiz kerak. Buning uchun yerdan masalan biz qanchalik mahsulot chiqargan bo'lsak, shuncha qaytara olishimiz kerak. Bu nima qilmoq kerak degan o'rin. Mana masalan biz paxta olamiz, deylik 50 sentga 5 tonna, g'o'zapoya ham chiqib ketyapti, bir 3 tonna, 8 tonna chiqib ketyapti bir mavsumda. Bug'doyda bundan ham ko'proq chiqib ketyapti. Buni qaytarish uchun demak biz sidrat ekinlarga o'tishimiz kerak. Buni biz asosiy ekin ekamiz, takroriy ekin ekamiz. Qishki to'son bosli ekinlar hamma sidrat bo'lish kerak. Hozir iqlim isib ketdi. Qurg'oqchilik. Sidratlar suvsiz ham o'sadi va juda katta massa qoldiradi. Biz juda ko'p o'smalarni tekshirib ko'rdik. Minimum 3 tonna. Bo'lmasa 13-15 tonnagacha massa qoldiradi. Bunaqa organik modda beradigan hech qanday yo'li yo'q. Na o'sha go'ng, na boshqa hammasini yig'ishtirib solgancha bir qoplamaydi-da. Birdan bir yo'li shuki, sidratlarga o'tishimiz kerak. Dunyo bo'yicha ham bular boshqa mamlakatlar shuni qilyapti. Endi yana bitta narsa bor, umumiy mana bu kasalliklar, hasharotlar, bular ham ko'payib boryapti. Ular ham iqlimga moslashyapti. Demak, oldin qaysi bir hasharotlar 3-4 marta avlod bergan bo'lsa, hozir 5 marta, ayrimlar bor 6 marta ham avlod berishga o'tib ketyapti. Demak, bunda ham juda kuchli ilmiy tadqiqotlar bo'lish kerak va juda ko'p biologik tizim bo'lish kerak. Ne kimiyik tizimlar, biologik tizimlar bo'lish kerak. Buning uchun ham bizda o'zimizda kadrlar ishlash kerak, o'zimizda olimlar ishlash kerak va yo'lni yechimini topishimiz kerak. Endi yana bitta masala bor. Mana hozir ko'rib turibmizki, bizda atrof muhitimiz ham uncha yaxshi emas. Hozirgi Toshkent shahri misolida ham, boshqa viloyatlarda ham shohlat. Haddan tashqari chang to'zon ko'p kelyapti oqib. Joyidan ham chiqyapti. Endi o'sha manbalarni tezroq topishimiz kerak va ularga qarshi kurashish uchun ham prezident tomonidan bitta shior aytilgan, yashil makon barpo qilish degan. Mana shu yashil makon juda to'g'ri tanlangan yo'l. Faqat buni tezlikda amalga oshirmasak, juda qisqa muddatda amalga oshirmasak, bu bundan battarlashib ketishimiz mumkin. Undan keyin uni tiklash juda ham qiyin bo'ladi. Shu yashil makonga men o'ylaymanki, mumkin qadar birinchi navbatda olimlar o'zini fikrlarini, o'zini ilmiy natijalarini berib borish kerak va undan keyin orqamizdan qolganlari ergashib borib, uzog'i bilan 5 yilgacha muddatimiz borda. Shunchalik biz hamma yerda o'simlik qoplami bilan ega bo'lishimiz kerak-da, bo'lmasa bo'lmay qoladi. Albatta, bu asosiy maqsadimizga aylanib ulgurgan. Usmon aka, rahmat. Fazliddin aka, marhamat, qo'shimcha xulosaviy fikrlaringiz. Qo'shimcha shuni aytadigan bo'lsak, haqiqatan Toshkent davlat agrar universiteti respublikada qishloq xo'jalikka mutaxassislarni yetishtirib beradigan bir katta muassasa hisoblanadi. Buni bilamiz. Darhaqiqat hozir bizning universitetimizda bevosita mana shu ishlab chiqarish bilan bog'liq ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu amaliyotlarni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish, ya'ni fermer, klasterlar bilan hamkorlikda, ya'ni 2 oy, 3 oy bitiruvchi talabalarimiz bevosita borib shu klaster fermerlarga o'z amaliyotini o'tashi, bu bir. Ikkinchidan, shu o'zimizni tajriba xo'jaligimizda, ya'ni hozirgi yangi texnologiyalar bo'yicha, yangi zamonaviy, ya'ni 3-avlod, 4-avlod zamonaviy tiplasalar bunyod etilyapti. Shu yerda tajribalarni olib borish yoki bevosita shu amaliyotini shu yerga o'tab, ilmiy ishlarni shu yerga qo'yib,
yangi natijalarni olib ishlab chiqarish joriy etilishi ham bu bizni universitetda yo'lga qo'yilgan. Men o'ylaymanki, nafaqat bilim olish, talabalar bevosita amaliyotda shu ko'rsa, o'zini bir yana yutuqlari yuqori bo'ladi. Men o'ylayman, hozir bu qishloq xo'jaligi vazirligi tasarrufidagi yoki qishloq xo'jaligi sohasida ishlovchi ilmiy muassasalar, ilmiy oliy o'quv yurtlarida eng malakali, eng o'zini ishiga mas'uliyat bilan qaraydigan insonlar to'planishgan. Albatta prezidentimiz qo'ygan vazifalarni yorug' yuz bilan bajariladi deb o'ylayman. Yoshlarimiz hozir shu aynan qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi yoshlarimiz ko'plab jahonning yetakchi davlatlarida ilmiy malaka olib kelishyapti. Albatta ular katta kuch bo'lib kirishadi. O'ylaymanki, respublikamizning qishloq xo'jaligi xudo xolasa prezidentimiz mo'ljallagan marralarga albatta yetishadi. Qadrli teletomoshabinlar, biz bugun Minbar tok-shousida qishloq xo'jaligidagi so'nggi rivojlangan texnologiyalardan foydalanish va innovatsion yutuqlar haqida suhbatlashdik va albatta teletomoshabinlarimiz nomidan bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha mutaxassislarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Qishloq xo'jaligi rivoji bu albatta bozorlarimiz to'kinligi va xalq farovonligi demakdir. Mahalla telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.